Jizzax viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyatchilikka qarshi olib borilayotgan faoliyat samarali natijalar bermoqda. Xususan, fuqarolarning murojaatlari va huquqbuzarliklarning aniqlangan holatlari asosida tezkor tadbirlar tashkil etilib, qonunbuzarlar qo'lga olinmoqda. Xususan, o'tgan oyning so'nggi kunlarida Jizzax shahrida yashovchi fuqaroning murojaati asosida Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorlikdagi tezkor tadbir o'tkazishdi. Tadbirda shaharning Xalqobod mahallasida istiqomat qiluvchi 1972-yilda tug'ilgan shaxs protsessual tartibda qo'lga olindi. Aniqlanishicha, ushbu shaxs murojaatchining ishonchiga kirib, fuqarolik ishlari bo'yicha sudda ishlovchi tanishi orqali Sharof Rashidov tumani Ravalliq mahallasidagi binoni buzish masalasidagi sud qarorini o'z foydasiga hal qilishni va'da qilgan va evaziga sudya uchun 600 AQSh dollari hamda o'z xizmati uchun 1 million so'm pullarni olgan. Bundan tashqari, tergovga qadar tekshiruv harakatlari natijasida gumonlanuvchining Zafarobod tumanida yashovchi fuqaroning uy oldi-sotdi masalasida 143 million so'm mablag'ini undirishda yordam berishini va'da qilib, undan 2 million so'm, shuningdek, Sharof Rashidov tumanidagi fuqaroning bank kreditiga olingan Malibu avtomashinasini qaytarish va Jizzax tumanlararo sudi qarorini o'z foydasiga hal qilishda yordam berishni va'da qilib, 2,5 million so'm pulini olganligi aniqlandi. Holat yuzasidan hozirda tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.